Cobalt avtomobilning 3-noyabr kuni shartnoma ochilishidan xabaringiz bor, lekin onlayn nishatib olsa bo'ladi va sayt nechada ochilishi haqida bilmagan obunachilarimiz uchun ma'lumot berib o'tamiz. Cobalt avtomobillarini 3-noyabr soat 10:10 da shartnoma berib boshlanadi. Qaysi pozitsiyalarni ochiladi degan obunachilarimiz uchun MCM Style, MCM Midnight va avvalgi Style Midnight versiyalaridan shartnoma beriladi. Mexanikdan tashqari hammasini obunachilar. Onlayn shartnoma olishingiz uchun o'zingizda bor brauzerga kirasiz. Masalan, men Chromedan foydalanaman. uzavtosavdo.uz saytiga kirasiz va shu yerdan o'shada odamning belgisi bor. Registratsiyadan o'tishingiz uchun shuda kod beradi sizni robot emasligingizni tekshirish uchun. Uzavtosavdoni saytidan o'tasiz. Sizga taxminan shu ko'rinish uchun Damas avtomobillarga yozilib ko'rsatib beraman. Pastga tushganingizdan keyin xarita va ro'yxat chiqadi. Ro'yxatning ustiga bosasiz va Xorazmni belgilaysiz. Xorazmda birinchi bo'lib turgan AAS Xorazm Avtotexnik xizmat MCH'ni belgilaysiz. Belgilaganingizdan so'ng shartnoma olishga bosasiz. Shartnomangizdan so'ng shunday kod chiqadi. Kodni terasiz. Robot emasligingizni tekshirish uchun bor. Davom etishga bosasiz. Inshaalloh shu videomizni ko'rib o'tirgan har bir obunachimiz Cobalt avtomobillarni shartnoma olib bayram atib o'tirish nasib etsin. Nima uchun aynan siz AAS Xorazm Avtotexnik xizmat avtosalonni saylashingiz kerak? Chunki avtosalonning o'zida 10 dona treyleri bor ekan. Qo'ldan kelgancha mijozlari tez yetkazib berishga harakat qiladilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu videoni shartnoma ancha bosak bo'ladi ekan deb yaqinlaringizga yarib qo'ying. Salomat bo'ling.